31-mart ro'zani tugatib oxirgi dam kunlari hamma dam olishga chiqib, mana dam olib ketyapti. Bo'ldi qaranglar. Erta indin boshqaga o'zimiznikilar kelib o'tiradi mana. Ana tomonlarda ham juda ham chiqindi qilib tayilibdi yosh bolalar. Shu musullarni yig'ib ketib mana yerda ham bor ekan. O'zimni hissamni qo'shib mana shu yerda boshqalar o'tirgan joyni sal bo'lsa ham tozalab ketaman. Savob uchun. Ertadan o'zimiz kelib o'tirishimiz mumkin. Farzandlarimiz, ota-onalarimiz, yaqinlarimiz kelib o'tirishi mumkin. Bilmayman. Faqat davlatni qoralaymiz, bunday qilyapti deb o'zimizda ham gap ko'p ekan. Bir tomondan. Mana ahvol. Hozir bir aynalib plastik chiqindilarni bir joyga to'plab, paket bor olib ketib nasıl olib ketibdi. Surxondaryoni Sherobodda o'tgandan keyin Oynaxolli yo'llari boshqalar o'tirib shunaqa qilib chiqindi qilib tashlagan. Kimlardir tozalab ketishdi, kimlar tozalamadi. Sal bo'lsa ham men o'z hissamni qo'shish uchun erta farzandlarimiz, ota-onalarimiz, yaqinlarimiz, do'stlarimiz kelib o'tirish maqsadida men shu yerlarni tozalab ketaman. Aynalib yurgan paytim qaytishimda o'talardan tashqari shu keras chiqindilardi. Yo'limdan chiqarib yo'lakay kattaroq salafonga tozalab ketyapman. Kim ko'rayotgan bo'lsa o'zimizning tanishlardan yoki begonalardan boshqa kishi o'tirganda bir rohatlanib o'tirishni istayman. Bu mendan chiqqan chiqindilar emas. Buni o'zgalar chiqindi qilib ketgan. Pastda ham bor ekan. Bularda ham iloji boricha o'zim o'tirgan tomonlarda begonalar chiqindi tashlab ketgan bo'lsa ham tozalab ketyapman, lekin narigi tomon juda ahvol og'ir. Erta indin yoki salqin tushib qolsa yana kelib o'tirishlari mumkin, lekin mana shu narsaga juda ham beparvo bo'lib ketishdi. Temoli yosh bolalarni bir 3 ta 4 ta avtobus olib keldik kolonna. Kattalar chiqindilarni tozalab ketaylik degan maqsadda ham bir tozalik qilib ketishmadi. Mana atrofda iloji boricha tozalab chiqdim. Chiroyli manzara bo'lib qoldi. Mana chiqindilarimiz. Bu narsani pul ishlash maqsadida yoki boshqa narsa maqsadida qilayotganim yo'q. O'zimni viloyatim, tumanim ertadan yana kelib o'tirishim mumkin, yo do'stlarim bilan kelib o'tirishim mumkin. Shu maqsadda